ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدىن ئەنگىلىيە ۋە ئاۋىستىرالىيە بىلەن خىتايغا قارشى مۇداپىئە تېخنىكىسى جەھەتتە ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. بايدىن مۇنداق دېدى: ئىتتىپاقداشلارنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن 3 دۆلەت سۈنئىي ئىدراك ۋە يادرو ئېنېرگىيەلىك سۇ ئاستى پاراخوتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەڭ يېڭى مۇداپىئە تېخنىكىسى جەھەتتە ھەمكارلىشىدۇ. Şimali Koreya poyezin balistik boshqariladigan bomba qo'yib berdi va sınaq jarayonining videolarini ham berildi. Şimali Koreya bu boshqariladigan bombaning 800 kilometr yiroqlikdagi dengizdagi nishonga dal urilganligini e'lon qildi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, boshqariladigan bomba sınıqi Amerika va Koreya diplomatlarining Tokioda o'tkazgan boshliqlar yig'inidan keyin elib berilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeshining sun'iy idrok sistemasi to'g'risidagi yangi doklati e'lon qilindi. Doklatda kishilik huquqni xavfga uchiradigan sun'iy idrok ishlatishni vaqtincha to'xtatish chaqiriq qilindi. Xitoyning kishilarning his tuyg'ularini bilish uchun sun'iy idrok va chiroy tonish iqtidori qo'llanilgan kompyuter yumshoq detalini Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qarshi sinov qilganligi o'tirg'a chiqqan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın doklatida Xitoyning ismi tilga ilinmagan, lekin bu xil qilmishlarga qarata endişe o'tirg'a qo'yilgan. Yevropa parlamenti bir qaror loyihasi ma'qullab, Talibanning Afg'onistonda qurgan hukumatini e'tirof qilmaydiganligini, ammo insonparvarlik faoliyatlari uchun aloqa qiladiganligini e'lon qildi. Yevropa parlamentining qonun loyihasida Talibanlar qurgan hukumatni e'tirof qilmaydiganligi va davlatning kelgusiga bo'lgan andishasining kuchli ekanligi ta'kidlandi. Qozog'iston ijtimoiy taratqu shirkatlariga oid qonun loyihasini muzokara qilmoqda. Agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, ijtimoiy aloqa to'ri va uchur shirkatlarining Qozog'iston vakil tayinlanishi talab qilinadi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevadagi İşxanısı oldida Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan zulm siyosati tasvirlangan rasm ko'rgazmasi ochildi. Bu ko'rgazmani Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerikaning Cenevadagi doimiy vakillar o'miki birlikda ochgan bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva İşxanısı oldidagi fuqarolarga qaratilgan qurolliq zo'ravonlikqa qarshi kurashga simol qilingan so'niq o'rindiq haykalining oldida chidir qurildi. Amerika ministri Jo Baydin bir sınlıq yığın jarayonida Avistraliya bosh ministrining ismini unutib qoldi. Amerika, ئەنگىلىيە va Avistraliya davlat rahbarlari qatnashgan bu yig'inda 3 davlat bexatarlik kelishimi imzolagan. Baydin imzo qo'yish marosimida ئەنگىلىيە bosh ministrining ismini atab rahmat etgandan keyin Avistraliya bosh ministrining ismini unutib qolgan va bu yerdagi do'stimga rahmat degan.